Akalar hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan biz Yunusobod tumanidagi Sanpida joylashgan Cherry avtosalon hududiga keldik. Akalar juda ham zo'r yengilliklar qilib qo'yishgan ekan. Men ham narxlarni ko'rib, surishtirib, mashinalarni bitta obzor qilib sizlarga ko'rsatamiz. Akalar videoga bitta like bilan podpiskani bosib qo'yinglar. Akalar Betongedagi joylashgan Sanpida avtosalonimizga keldik akalar. Zo'r variantli mashinalar ham gibridlari chiqib ketibdi. Ikkita motorli mashinalar ham chiqib ketdi. O'shani sizlarga bitta obzor qilib, zo'r holatda ko'rsatamiz akalar. Aytganimdek like bilan podpisani bosib qo'yinglar. Biz esa boshladik. Akalar, Sanpida joylashgan avtosalonimiz ertalab soat 9 dan kechki soat 8 gacha ishlaydi. Hech qanaqa obed, paped degan narsa yo'q. Bemalol o'zingizga qulay bo'lgan vaqtni tanlaysizlar. Soat 1 bo'ladimi, kecha soat 7 bo'ladimi, kelaverasizlar bemalol. Sizlarni akalarimizni kutib olishadi. Akalar, hamda eslatib qo'yishim kerak, bu avtosalonimiz dushanba kundan yakshanba kungacha hech qanaqa dam olish kunlarsiz ishlaydi. Kirishimizdan akamgalar kutib olishadi. Va akalar, men bu mashinaga ko'zim tushib, men hayron qoldim. Cherry'ni eng ommalashgan mashinasi bo'lar ekan. Ya'ni kim Cherry Tiggo 9 oddiysi emas akalar, bu gibrid modeli bo'ladi. Bu mashinada 3 ta motor bor. 3 ta motor, 2 ta elektromotor va bitta benzin bilan quvvatlangan motor bo'ladi akalar. Men bu diskasiga bitta ahamiyat beringlar akalar. 20 diskalarda turibdi, luxury dizaynda turibdi. Beskluchevoy dostuplari bor, vyezhaющий ruchkalari ham bor. Endi ichini bitta ko'rsanglar, voy men qoyil qoldim. Head-up display deysizlarmi? Rul обогрев, katta markaziy displey. Endi maslarga bitta zo'r funksiyasini ko'rsataman akalar. Men ham lol qoldim. Unda mashinaga o'tirasizlar. Shunda tormozni bossanglar, mana mashina zavat bo'lgan. Eshikni yopasizlar. Oynani ochgili kelyapti. Голосовой помощник bor. Привет, Cherry. Открой levое окно. Хорошо. Ko'ryapsizlarmi akalar, qo'limni rulga ushlab turdim, mashina o'zi голосовой помощник oynani ochib beryapti. Va akalar, mashinada yurganda juda ham ko'p vaziyatlar bo'ladi. Katta skorost ketib olsanglar, chunki bu mashina 3 ta motorga ega va 100 gacha 6 soniyada chiqadi. Va konditsioneri yoqqili kelyapti. Va sizlar bemalol mamlaqa desanglar bo'ladi. Привет, Cherry. Пожалуйста, продолжайте. Включи кондиционер. Хорошо. Eshityapsizlarmi akalar? Konditsioner o'zi mana yoqildi. Men hech narsani bosmadim akalar. Juda ham qoyil qoldim. Endi ichini o'zingizlar bitta ko'ringlar akalar. Ichiga вообще 5. Xullas akalar, oldida abduv bor, massaj bor, обогрев ham bor. Xullas eng kerak bo'lgan funksiyalari bor akalar. Head-up display ham bor. Tabloga qaramasdan ham harakatlansanglar bo'ladi, chunki head-up display bor. Endi bu mashinani orqasiga o'tsa lol qolasizlar akalar. Bitta orqadagi komfortni ko'ringlar akalar. Shunda o'tirib bola chaqalarni orqaga qo'ndirib ketsanglar bo'ladi. Men bitta bu sideniyani ham boshqarsanglar bo'ladi. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Orqa sideniya ham boshqariladi. Orqa sideniya nafaqatki boshqariladi, balki shtorkalar bilan jihozlangan. Mashinada abduv deysizlarmi? Обогрев ham bor. Ko'rsanglar bo'ladi va orqada bemalol telefoninglarni ham zaryadga qilib ketsanglar bo'ladi. Davom etamiz akalar, bagajiga keladigan bo'lsa, bitta ko'ringlar bagajini. Orqasida yana 2 ta o'rindiq bor. Ya'ni kim O'zbekistonga ko'p odamli oilalarga bu mashina juda ham zo'r variant. Endi bu mashinaning narxiga keladigan bo'lsa, bu mashinamiz 590 milliondan boshlanadi va bu mashinamizga muddatli to'lov ham mavjud. Agar boshiga 30% ni bersanglar, bemalol 24 oygacha o'z tan narxini bo'lib to'lasanglar bo'ladi. Akalar, yoqqan bo'lsa bitta like, chunki bu mashina juda ham zo'r chiqdi. Futbol fanatlarimizga ham jo'natib qo'yasizlar. Afsuski, O'zbekiston juda ham zo'r o'yin ko'rsatdi, lekin biz yutqizib qo'ydik. Orqasiga ham bitta ko'ringlar akalar. Bu yerdan men bu oldindagi sideniyani ham boshqarsanglar bo'ladi. Mana. Xullas, kerak bo'lgan hamma funksiyalar bor akalar. Xo'p akalar, obzorlarni davom ettiramiz va inshaalloh zo'r mashinalarga yana ketyapmiz. Men bu mashina Cherry Tiggo 8 gibrid bo'lar ekan. Endi sizlar so'rashingiz mumkin, nima farqi bor? Bu Tiggo 8 bilan Tiggo 9 gibrid bilan почти bir xil ishlangan, lekin sal kichkinaroq, lekin bu ham gibrid mashina hisoblanadi.
Bu bo'lmeni byudjetniroq, lekin baribir ham hamma kerak bo'lgan funksiyalar bor. Ko'rsanglar bo'ladi, bu yerda ham плавающий сиденье, pamять сиденьелari ham bor. Bu mashinani full pozitsiyasida orqasida subwooferlari ham bor. Head-up displeylari ham bor va hamda massaji ham bor. Okalar, mana bitta ko'ringlar. Qoyil qoldim okalar. Va yana bitta zo'r narsasi bu mana bu yerdagi холодильники. Orqasida mamutini ochib, холодильник ham qilib ishlatsanglar bo'ladi barini. Va bu mashinada xuddi Matigo 9 Pro 9 gibridda ishlatganimda Cherry'ni голосовой помощники bor. Va panoramasiga ham bitta ahamiyat beringlar, okalar. Juda ham katta holatda ishlangan va mashinaning tomi ham va stoykalari ham qora rangda ishlangan. Keyin yana bitta zo'r narsasi bor, okalar, bu беспроводной зарядка. Hamda беспроводной зарядка qilganingizda bilasizlar, mashinada telefoningiz qizib ketadi. Chunki zaryadka olayotganda ham issiq, bizani yoz kunlarimizda juda ham issiq bo'ladi. O'shaning uchun mana bu yerdan havo haydab tursa bo'ladi va mashina telefoningiz sovuq holda turadi. Barida aytganimdek, холодильниклari ham bor va mana bu yerdan sizlar yoki elektro da yursanglar bo'ladi, ya'niki faqat tokda yursanglar bo'ladi va yoki gibrid, ya'niki motor bilan birga yursanglar bo'ladi. Endi bunda benzin motor bor, 1.5 turbo hisoblanadi va elektromotor bor. Elektromotori jamiki sizga 100 km zapas xoda beradi. Mashina juda ham zo'r chiqqan, sport rejimlari ham bor, eko rejimlari ham bor. Xo'p, endi orqaga ham bitta o'tamiz, chunki ko'plar oldida komforti bor, lekin orqasida yo'q deyshadi. Orqasini bitta ko'ramiz okalar. Anitan o'tiramiz, chunki biznes hojakalarimiz orqadan, o'ng tomondan o'tirib ketsa ma'qul bo'ladi. Bitta ko'ringlar okalar. Shuna o'tirishimiz bilan agar oldingi odamimiz juda ham yaqin o'tirsa, shundan mamutdan boshqarib qo'ysak bo'ladi. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Cherry nafaqatki Xitoy kompaniya hisoblanadi. Bu mashina Sony kompaniyalari bilan birga ishlaydi. Sony kompaniya bilasizlar, juda ham zo'r subwooferlar, kolonkalar ishlab chiqaradi. O'shaning uchun ham bemalol o'zingizlarga yoqqan shularni eshitib ketsanglar bo'ladi. Orqalarida deflektorlari ham bor va abagrevlari ham bor. 3 pog'onali abagrev agar qattiq isib ketsa. Xullas, okalar, orqasida mamutda ham yog'och stilda ishlangan, mamutlari ham juda ham zo'r dizayn, luxury dizaynga ega bo'lasizlar. Va mamutda ambient lightinglari ham bor. Xo'p, endi bu mashinani orqasiga keladigan bo'lsak, plug-in gibrid, ya'ni tokda ham o'zi yurib beradi. Orqasi hammasi avtomatik tarzda ochiladi va avtomatik tarzda yopiladi. Ko'rsanglar bo'ladi, okalar, hamma kerak bo'lgan narsalar bor. Bunda ham независимый podveska bo'ladi. Bu mashinani jami zapas xodasi 1200 km bo'ladi va sizga bemalol o'sha kilometrda inshaalloh yurib beradi. Bu mashinamizning narxi 430 milliondan boshlanadi va bu mashinaga boshiga 30% ni bersanglar, bemalol 24 oygacha o'zini tan narxini bo'lib to'lasanglar bo'ladi. Endi bizning obzorimizni okalar, hozir sizlarga ko'rsatmaymiz, bir o'ylab ko'ringlar. Obzorimizni eng katta rol o'ynaydigan mashinalardan biri bu mashina okalar, inshaalloh Cherry Tiggo 7. Nimaga bunaqa deyapman? Chunki bu mashina restyling bo'lib chiqdi va mashina juda ham zo'r holatda ishlangan. Ya'ni O'zbekiston, bizani Toshkent ko'chalarimizga juda ham zo'r tushdi. O'shaning uchun obzorni qilamiz. Mana bu oldini bitta ko'ringlar okalar. Chiroqlari ham noodatiy holda ishlangan. Xo'p, endi бесключевой dostuplari bor. Rangi ham takoy mokriy ham desa bo'lmaydi. Необычный. Ano ko'plar mokriylardan charchagan, lekin bu unaqa charchatmas ekan. Endi ichiga o'tirib, voy okalar, mana buni qaranglar. Mana buni bitta ko'ringlar okalar. Mana bu videomni ko'ringlar. Shularni ham aniq aytib qo'yar ekan, jiq-jiq qilib. Xullas, okalar, qoyil qoldim, lekin mamutlari karbon stilda ishlangan. Balkim даже nastoящий haqiqiy karbondir. Pamять sidenalari bor. Mamutdagi alyumin holatda ishlangan va polni eshigi hamma yog'i koja desa ham bo'ladi okalar. Xo'p, endi oldiga keladigan bo'lsak, multirul. Ruliga ham bitta ahamiyat beringlar. Juda ham udobniy holatda ishlangan va rulni tegi mana bunaqa tekis bo'ladi. Ya'ni oyog'ingizga tep ketmasligi uchun. Mana bu yerdan orqadagi bagajni ham ochsanglar bo'ladi. Multirul hisoblanadi. Cruise control, partronic, hamma narsalari bor. Endi mashinani sizlar uchun bitta zavat qo'yamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana okalar, mashina zavat bo'ldi. Ko'rsanglar bo'ladi, tablolari juda ham zo'r holatda ishlangan. Endi okalar, funksiyalarga keladigan bo'lsak, bu mashinamizda abduf bor.
abagrev bor. Pamit sideniyalari aytganimdek bor. Va mana bu barida oddiy baram qilib ishlatsanglar bo'ladi va mana bunisini ochib qo'yib, xolodilnik qilsanglar ham bo'ladi. Xo'p, kojalari qora holatda ishlangan. Endi o'zingizlar bitta ko'ringlar. Mana akalar, mashina juda ham zo'r. Hamma yog'i elektroprivod. Oldi sideniyalarni ham boshqarish uchun shunday knopkadan boshqarib qo'ysanglar bo'ladi. Panorama luklar bilan jihozlangan va bu mashina Chery Tiggo 7 bo'ladi. 1.5 turbo motor bilan jihozlangan. Rasxodi ham juda ham kam bo'ladi. Endi orqasiga keladigan bo'lsak, orqasi ham juda ham komfort stilda ishlangan. ADM, ya'ni kim независимый podveskasi ham bor. Okalar, ko'rsanglar bo'ladi, orqasi ham juda ham komfort holatda ishlangan, orqasi ham juda ham keng. Mana bu dizaynga men juda ham lol qoldim. Karbon holatda ishlangan ekan va bu mashinamizda orqasida 3 pog'onali abagrevi ham bor va deflektorlari ham bor. Bu ayniqsa O'zbekistonga hozir juda ham kerak bo'lgan narsa, chunki qishda juda ham sovuq bo'lyapti. Orqadagi odamlar isolmayapti, ya'niki pechka orqada yaxshi ishlamayapti, lekin Chery shunga yechim topibdi. Orqaga deflektorlar qo'yib, yozda ham bemalol konditsionerda mazza qilib ketsanglar bo'ladi. Endi orqasini ham bitta ochamiz akalar, orqasini ham bitta ko'ramiz. Mana bismillah. Ko'rsanglar bo'ladi, mashinani orqasi ham o'zi avtomatik tarzda ochiladi. Mana bu yerga kerak bo'lgan narsalarni solib ketsanglar ham bo'ladi. Xullas, aytganimdek akalar, bu mashinamiz 1.5 turbo motor bilan jihozlangan. Endi narxiga keladigan bo'lsak, narxi juda ham sizlarni lol qoldiradi. Bu mashinani akalar narxi 300 milliondan boshlanadi va bu mashinani 30% boshiga bersanglar, rassrochka, ya'ni bo'lib to'lashga 24 oygacha ham o'zini tan narxini bo'lib bersanglar bo'ladi va agar boshiga 50% bersanglar, o'zini narxini 36 oy bo'lib to'lasanglar bo'ladi. Juda ham zo'r variant, ko'rsanglar bo'ladi. Akalar, mashina xullas вообще o'lov bo'lib turibdi. 360 kameralari ham bor akalar. Zo'r. Xo'p, akalar, endi obzorimizni davom etamiz. Chery Arizo 6 Pro. Bunga zo'r aksiya ketayotgan ekan, akalar. Bu mashinamizga 15% boshlang'ich to'lovi berib haydab ketsanglar bo'lar ekan. Bu mashinamizda ko'proq молодежный, ya'ni kim более-менее sportivniy, holatdagi mashinani yaxshi ko'radigan odamlarga desam adashmagan bo'laman, chunki bu mashina 1.5 turbo motor bilan jihozlangan, beskuluchovoy do'stuplari bor. Va kojalari ham juda ham zo'r holatda ishlangan. Orqa sideniyalar elektroprivod bo'ladi. Sideniyalarda abagrevlari ham bor va luklar bilan jihozlangan. Xo'p, ichiga o'tirib bitta baho beramiz. Uxti. Mashina lekin qolipdek tushdi akalar. Qoyil, mashina qolipdek tushdi. Xo'p, akalar, bu mashina avtomat bo'ladi. 1.5 turbo bo'ladi. Multi rul. Hamma eshiklari ham koja sifatida ishlangan. Mashinada oldi qatordagi sideniyalarda ko'rsanglar bo'ladi, abagrevlari ham bor. Mana bu yerdan multimediani kontrol qilsanglar bo'ladi va mana bu yerga kerak bo'lgan narsalarni ham solib ketsanglar bo'ladi. Mana bu yerda podstakanchiklari ham bor va bari ham mana bu yerda joylashgan. Mana bu yerdan беспроводной zaryadka qilib ketsanglar bo'ladi. Ko'rsanglar bo'ladi akalar, mashina juda ham zo'r holatda ishlangan. Inshaalloh mashina o'zimga ham, menga ham qolipdek tushdi. To'g'risi, shunda olamiz, inshaalloh haydab ketamiz. Mashinani o'chirib qo'yaman. Endi orqasiga ham bitta o'tamiz, chunki orqasi ham sportivniy mashina bo'lishiga qaramasdan zo'r holatda ishlangan akalar. Bismillahirrohmanirrohim. Akalar, orqasini bitta ko'ringlar. Orqasi ham juda ham zo'r turibdi. Keng. Ko'plar o'ylaydiki, mashina tor deb o'ylashi mumkin, lekin men masalan bo'yim 175, orqasi polni orqaga ketgan, mana bemalol oyog'imni cho'zib ham o'tirib ketsam bo'ladi. Orqasida USB-lari ham bor va orqasida abagrevlari ham bor. Mana ko'rsanglar bo'ladi, abagrevlari bor, deflektorlari ham bor. Xo'p, endi buni narxiga keladigan bo'lsak, okalar, aytganimdek, bu mashinamizni inshaalloh boshiga 15% dan haydab ketsanglar bo'ladi. Bu mashinamizni narxi o'zi 240 million bo'ladi. Ko'rsanglar bo'ladi, mashinamiz narxi 240 million bo'ladi. 15% boshiga bersanglar, mashinani o'zini narxini 15 oygacha bemalol xarid qilib ketsanglar bo'ladi. Xo'p, akalar, почти hamma mashinalarga zo'r obzorlar qilib bo'ldik. Bemalol kelaverasizlar akalar.
aytganimizdek, hozir bugungi kundagi avtosalon Cherry Sampi bo'ladi. Yunusobod tumanidagi joylashgan. Shundoq betonkani bu tarafida Cherry Sampi akalar. Kevuringlar, zo'r mashinalarni ko'ryapsizlar, chiqyapti. Ayniqsa Tigo 7 nafaqatki O'zbekiston, balki butun O'rta Osiyo bo'yicha ommalashayotgan mashina. Bemalol keverasizlar, mashinalarni xarid qilib ketaverasizlar. O'zingizlarga xohlagan to'lov usullari bor. Xohlasanglar bo'lib to'lash, xohlasanglar naqd. Xohlasanglar naqdga olaman desanglar, skidkalar ham bor. Xohlasanglar 15% berasizlar. Xohlasanglar 50% berib 36 oygacha bemalol o'z tannarxini bo'lib yursanglar bo'ladi. Akalar, xullas, mashinalar zo'r, bemalol keverasizlar, mazza qilib mashinalarni minib ketaverasizlar. Like bilan podpiskani bosib qo'yinglar akalar.